Shoshilinch yordamda keltirilgan 3 yoshli bola shifoxonada vafot etdi. Bu fojia ortida esa ko'plab jumboqli savollar paydo bo'ldi. Shifoxonaga og'ir ahvolda olib kelingan bolaning tanasidagi jarohatlar huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlarining e'tiborini tortadi. Dastlabki tergov ma'lumotiga ko'ra, Bulung'ur tumanida tug'ilgan 23 yoshli ayol ish izlab shaharga kelgan. U o'zidan 3 yosh kichik yigit bilan shar'iy nikoh asosida yashay boshlagan. Oradan bir muddat o'tgach, ayol 3 yoshli o'g'ilni ham ular ijarada yashayotgan uyga olib kelgan. Oradan atigi 10 kun o'tib, bola og'ir tan jarohatlari bilan shifoxonaning jonlantirish bo'limiga yetkazilgan. Shu yerda yashashni boshlaganmiz 11-yanvar. Bo'ya yetmagan farzandchi? 31-yanvarda kelgan. Bu yerga shaharga onasining qo'lidan olib kelgandi. 15-fevral kuni bu yerda ko'rpacha taxlangandi. Tushishni boshladi bolacha. Shifokorlarning sa'y-harakatlariga qaramasdan uning hayotini saqlab qolishning imkoni bo'lmagan. Sud tibbiy ekspertizasiga ko'ra, bolaning o'limiga o'tmas qattiq jism ta'sirida yetkazilgan yopiq miya jarohati, bosh miya lat yeyishi, miya pardalari ostiga qon quyilishi hamda ensa suyagining sinishi sabab bo'lgan. Tungi klubda tanishganman. Keyin birga kelishib, uy ijaraga olib birga yashashni boshlaganmiz, Madridda. Bola keyin birga yashashni boshlagan payti ba'zi vaqtlar bitta o'zi qolardi. Ishga chiqqan paytim menga to'g'ri kelmagan paytlar bu ham ishga chiqqan. Bir o'zi qolardi. Aybimga iqrorligimning ham sababi 3-4 marotaba haqiqatdan ham yengil bo'lsa ham tan jarohati yetkazganman. Qo'l ko'targanman. Jinoyat ishlari bo'yicha Narpay tuman sudida o'z farzandining o'limida ayblanayotgan ona va o'gay ota sudlandi. Sizlar mana tungi klubda ishlayman dedingiz. Nima ishlar? Bu kishi uyda bolaga qarab turardi. Ayol sudda farzandi ko'p telefon ko'rgani uchun qaytarmoqchi bo'lganini aytdi. Mendan ham ko'proq bu kishini yaxshi ko'rardilar. Lekin birdaniga urush janjal shunaqa bo'lib qoldi-da. Telefon ko'p ko'rardi-da. Multfilmchilar o'shanda sal qaytarmoqchi bo'lgan, lekin endigina 20 yoshni qarshi olgan o'gay ota esa bolani urganini tan oldi. Ba'zan sohasida haqiqatdan ham 2-3 marta qo'l bilan urib, zararchi qismi bilan urganim to'g'ri. Bu ayblarimni to'liq iqrorman ayblarimga. Jabrlanuvchi sifatida ishtirok etgan marhum bolaning buvisi qizi va uning turmush o'rtog'iga nisbatan da'vosi borligini aytdi. Bog'chada yurardi bola, yaxshi edi. Lecheniya olayin dedim. Keyin u kelib olib ketdi. Men bir 4-5 kun lecheniya oldim. 10 kunga bormay shu nevaram yo'q bo'lib qoldi. Ya bularga davoyim bor. Men shunday azobda shu bolani o'limdan saqlab, shu bolani odam qildim. Shunchalik bo'ladi. Nima uchun ular shunday ahvolga solishdi? Sudda raislik qilgan sud raisi Bekzod Jumaboyev jinoyat ishi hujjatlarini tahlil qilib, so'nggi hukmni e'lon qildi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 126.1 moddasi 8-G band nazarda tutilgan jinoyat sodir etgan aybdor deb topilib, unga shu modda bilan 11 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jazoni umumiy tartibda koloniyaga o'tash belgilansin. Sudning hukmi bilan o'z farzandiga shafqatsiz munosabatda bo'lgan ona ham umrining 8 yilini qamoqda o'tkazadigan bo'ldi. Mo'tabar Nurmuhammedova, Ozodbek Nurmuhammedov, Samarqanddan.